Rahmat. Assalomu alaykum sevimli telekanalning sevimli muxlislari. Mana biz siz bilan yana diydor ko'rishyapmiz. Sizni ko'nglingizni xushnud qilamiz deb, sizni xursand qilamiz deb butun jamoamiz bilan harakatdamiz va unga erishyapmiz degan umiddamiz. Ko'p jamoalarni ko'rdingiz, ular bilan uchrashdik, eslashdik. Bugun yana bir ajoyib jamoa. Men alohida bir hurmat qiladigan viloyat jamoasi, ular bo'lsa Namangan viloyati ijodkorlari bilan bugun uchrashamiz, eslashamiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun 2026-yil 7-may sanasida 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan 25-sonli maktabda fidoyi ishlagan ustozlarimiz Abdurahmon domlamiz, Saidaxon oyamiz, Ismoilxon domlamiz, barcha o'tgan Shakarbek domlamiz, shularning qatorida bir qatorda ishlab kelgan Yoqubov, Nosirjon domlamizni xotira kechalariga tashrif buyurganmiz. Eslab ko'rsatuvini o'tkazamiz bugun. Bizni kuzatishda davom etinglar. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda juda qizg'in bo'lyapti. Barcha Yoqubovlar sulolasi yig'ilgan. Tadbiri bevosita oxirigacha ko'rsangiz guvoh bo'lasiz. Ishlab o'tgan yo'llari, chiroyli ma'lumotlar beradilar. Sog'liqlar. Bu tadbirda 59-sonli Baliqko'l madaniyat markazi barcha ijodiy xodimlari xizmatda sog'liqlar. Hammaga rahmat, tadbirimizni boshlatganmiz. Kelishuvni qildik. O'zimiz, o'quvchimiz, ukamiz Nosirjon Yoqubovni bir yoldash munosabatda eslab tadbirni tashkil etdik. Ijozatingiz bilan ushbu tadbirni ochishga ruxsat bersangiz, tadbirni davom ettiramiz.
boshlaydi, yo'lining ustida tursa katta tog'. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ustozlar, maktabimizning sobiq va qadrli o'quvchilari, maktabimizga xush kelibsizlar. Barchangiz maktabimizning ushbu koshonasiga xush kelibsiz, xush ko'rdik. Bugun sizlarni bu yerga jamlashimizdan maqsad safimizda faoliyat yuritgan hamkasbimiz, ota-onasining sevimli farzandi, jigarlarining maslahatdoshi, yelkadoshi, oilada suyukli yor, farzandlarining suyangan bog'i. Hamkasblar orasida esa kim uchundir eng yaqin do'st, kim uchundir adolatli pedagog, suyukli aka yoki uka, ko'pchiligimiz uchun muammolarimizni yumshoqlik bilan hal qilib bera oluvchi inson, o'quvchilarning eng sevimli, yaxshi ko'rgan, qadrli ustozlari Nosirjon Sotiboldiyevich Yoqubovni esga olmoqchimiz. Hammamiz bilamizki, xotirasiz kelajak yo'q. O'tganlarni yodga olish va eslash har birimizning ham qarzimiz, ham farzimizdir. Nosirjon Sotiboldiyevich Yoqubov 1986 bera olgan o'rinli maslahatlarni oz bo'lsa-da, lekin tom ma'noda ibrat bo'lishga arziydigan go'zal hayotini siz azizlar bilan birga eslamoqchimiz. Mehmonlar, aziz o'quvchilar, mana bugun bizning maktabimiz jamoasi a'zosi men Nosirjonni 1993-yilda maktabga ilk bor o'zim ishga kelganman. Shunda tanaganman. 93-yilda Nosirjon 1-sinfga qabul qilingan. Said va Boqjon domla o'qitardi. U birinchi maktabga kelgan payti o'zini shu bilimdorligi bilan, qiziquvchanligi bilan boshqa o'quvchilar orasida ajrab turardi. Ertalabki o'quvchilar saqlanish mana shu katta zalda bo'lardi. Shu yerda o'zi berib, o'quvchilarni o'ziga jalb qilardi. E'tibor bersam, maktabga qo'yilgan, qayergadir masalan qo'yilgan afishalar bo'ladigan bo'lsa, o'qib qiziqardi. Shu yillarda lotin alifbosiga o'tilayotgan paytida bir tomonga lotincha, bir tomonga kirilcha nimani yozib qo'yilganda, ikkalasini ham qiziqib o'qiyotgan. Keyin oliygoh bitirib o'zimizga jamoa bo'lib keldi. Maktabda qanaqa jamoa ish bo'lsa, Nosirjon albatta o'sha yerda bo'lardi. Shunaqa tadbirlar bo'ladimi? Yoki jamoamizning ustuni edi. Jamoani ko'tarib turgan, bir tomondan ko'tarib turgan ustun edi bu yigit. Mana hozir mana shu yerda qo'yilgan taqdimotlarni ko'ryapsizlar. Hasharga borsak ham hasharda Nosirjon bo'ladi. Menimcha o'sha paytlarda o'ziga mana oxiratdagi bir chiroyli ishlarni qilib olgan ekan. Birovni ko'nglini olmay, hammani ko'nglini olishga harakat qilardi. Ukamizni uni baxti mana ota-onalari umri uzoq bo'lsin. Kelganingiz uchun rahmat, amaliyotda gapirsak gap ko'p.